Belorussiyaning prezidenti Aleksandr Lukashenko o'zbeklarni Belarusga ko'chishga taklif qildi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarini bolajonlarga tegishli yana bir gapni gapirib chiqdi. Endi Rossiyada mehnat muhojirlarini ishlab topayotgan pullari alohida nazoratga olinadi. Rasmiy ma'lumot. Dumaning raisi Volodin Rossiyaning mehnat vaziriga o'z e'tirozini bildirdi. Sabab mehnat muhojirlar. Stavropolskiy krayda Ukrainaning harbiy kuchlarini maykasini kiyib kelgan o'zbekistonlik deportatsiya bo'ldi. AQShda o'zbekistonlik trak haydovchisi odam o'ldirganligi uchun qo'lga olindi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 12-iyul va odatdagi yangilarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'ymagan bo'lsangiz, albatta bosib qo'yinglar. Biz uchun bu juda ham muhim. Katta rahmat. Birinchi yangilik Belorussiyadan keldi. Bu yerda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belorussiyaning prezidenti Aleksandr Lukashenko rasmiy uchrashuv o'tkazishdi. Va aynan shu uchrashuvda Aleksandr Lukashenko o'zbek xalqiga murojaat qildi. Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает. Да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас в Беларуси это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Bu gaplari bilan Aleksandr Lukashenko shu O'zbekistondagi vaziyatni juda ham chuqur tushunayotganligini hammamizga ko'rsatib berdi. Ha, rostdan ham O'zbekistonda suv yetishmayapti. Afsuski, yaqin vaqtda bu suv yetishmasligi faqat kuchayib kelaveradi. Ko'plab odamlar suvsiz hududlarda yashab kelishmoqda. Va aynan shu bizning vatandoshlarimiz shu birinchi bo'lib Rossiyada mehnat muhojir bo'lib yurishibdi. Men bir nechta marta aytganman, mehnat muhojirlar bu faqat Rossiyaga pul ishlagani borayotgan bizning vatandoshlarimiz emas. Bularning ichida ko'pchilik klimatik qochqinlar, bu degani klimatический bejenslar. Xullas, meni ishonchim komil, bunday siyosat bilan yaqin vaqtda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni Belarusiyada ko'payib kelaveradi. Va yaqin vaqtda bizning kanalimizda aynan shu Belorussiyaga tegishli alohida bir katta va batafsil video chiqariladi. Do'stlar, eslatib o'taman, uyga pul yubormoqchi bo'lsangiz faqat Mir privilegiya ilovasi orqali yuboringlar. Pul yuborganingizda promokod o'zbek terishni unutmanglar. O'shanda siz Rossiyada ishlayotgan Saxovat fondiga yordam berasiz. Xo'sh, yerdan ссылка chiqadi, o'tinglar, yuklab olinglar va yaxshilik ishlatinglar. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarini bolajonlari haqida yana gapirib chiqdi. Uning so'zlari bo'yicha Rossiyaning politsiya xodimlari o'z kuchlarini shu Rossiyada noqonuniy yurgan bolajonlarni topishga va deportatsiya qilishga qaratish kerak. Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу, но и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. Uning so'zlari bo'yicha, bunday bolajonlar aniqlangandan keyin ularni ota-onasini ham Rossiyadan deportatsiya qilish kerak. Eslatib o'taman, Rossiyada shu yildan boshlab shu davlat vakolatxonalari orasida bir maxsus tizim yo'lga qo'yilgan. Bu tizimda hamma bog'chalar, maktablar MVDga ularni hududida o'qiyotgan chet el fuqarolarining farzandlari haqida ma'lumotlarni onlayn yuborish kerak. O'zi sentyabr oyi yaqinlashmoqda va bilaman ko'pchilik hozir o'z farzandlarini maktabga joylashtirishga harakatlarini boshlab qo'yishgan. Shu uchun kommentariyalarda yozinglar. Rossiya maktablarida vaziyat qanday? Keyingi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Bu yerda 8-iyul kuni shu mehnat muhojirlarga tegishli qonunga yana bir o'zgarish kiritildi. Bu o'zgarishga binoan endi Rossiyada shu soliq inspeksiyasi MVDsi mehnat muhojirlarni daromadini alohida nazoratga olmoqda. Eslatib o'taman, bu o'zgarishlar millatchilar tomonidan Rossiyaning Dumasiga yana 2024-yilda kiritilgan edi va mana nihoyat ular bu qonunni qabul qilishdi.
Endi siz shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Sizdan Rossiyada rasmiy ishlab topayotgan pullaringiz haqida ma'lumotlarni so'rashni boshlashadi. Va sizning Rossiyada topayotgan pullaringiz birinchi bo'lib o'zingizga yetishi kerak va siz bilan yashayotgan oila a'zolaringiz ham bor bo'lsa va ular ishlamasa, ularga ham yetarli darajada bo'lishi kerak. Bu прожиточный minimum deyiladi. Har bir hududda o'zini bir belgilangan прожиточный minimumlari bor. Xullas, endi siz Rossiyada shu har oy rasmiy прожиточный minimumga ega bo'lishingiz kerak. Ha, daromad deganimizda shu nazarimizda nafaqat oylikni, balki shu tadbirkorlikdan topgan daromadlaringiz yoki bankda protsentga qo'yib qo'ygan pullaringiz bor bo'lsa, shu protsentlar ham daromaddek Rossiyada topiladi. Men yaqin vaqtda shu aynan daromadga tegishli alohida bir batafsil video qilib chiqaraman. Niyat qilamanki, shu videoni ko'rganingizdan keyin ko'p savollarga javoblar topiladi. Endi Rossiyada har bir mehnat muhojirda o'zining shu sifrovoy raqamli profili bor. Bu degani Rossiyaning hukumati endi siz haqingizda to'liq ma'lumotlarga ega. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va biometriya tibbiyot danlilaringiz. Bir tomondan mehnat muhojirlari uchun bu ijobiy yangilik, chunki ko'p narsalarni endi osonlashtirib goslugalar orqali rasmiylashtirsa bo'ladi. Boshqa tomondan endi hukumat siz haqingizda to'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu degani shu 5 yil ichida transport vositasini sotgan bo'lsangiz, sizga nisbatan protokollar tuzilgan bo'lsa, qonun doirasida sizda qandaydir problemalaringiz bor bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotlar endi hamma uchun oydin va ochiq. Shu uchun do'stlar, yana bir marta men sizlarga Rosmigrant ilovasini tavsiya qilaman. Aynan Rosmigrant sizga Rossiyada qonuniy yurishga yordam beradi. Bundan tashqari Rosmigrantda hozir yangiliklar kiritilgan. Masalan, bu yerda siz ish beruvchilar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Har xil shaharlarda yashash joyini topish uchun chatlar bor va yana ko'p Rossiyada mehnat muhojirlarga kerak bo'lgan xizmatlarni siz Rosmigrantda topishingiz mumkin. Keyingi ajoyib voqea Rossiyaning Dumasidan keldi. Bu yerda shu Dumani raisi Vyacheslav Volodin va millatchi deputat Yarovaya Rossiyaning mehnat vazirligiga o'z e'tirozlarini bildirishdi. Это никуда не годится. Считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен. Огромное количество мигрантов въехали на территорию субъектов Российской Федерации без подтверждения квалификации. Поэтому мы надеемся, что Министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане. Речь идет о здоровье людей. Ularning so'zlari bo'yicha Rossiyaning mehnat vazirligi mehnat muhojirlarini Rossiyada kamayish uchun juda ham kam harakat qilishmoqda va negadir har yili mehnat muhojirlarining soni ko'payib kelmoqda. Alohida shu Rossiyada vid na jительство olish uchun belgilangan kasblar haqida gapirib chiqildi. Deputat Yarovayaning so'zlari bo'yicha bu kasblarning sonini yana ham kamaytirish kerak. Eslatib o'taman, bir necha oy oldin aynan shu Mintruddan vid na jительство olish uchun kasblarni aniqlash vakolatini mehnat vazirligidan olib MVDga berishgan edi. Va deputatlarning so'zi bo'yicha yaqin vaqtda yana ham ko'p vakolatlar shu Ministerstvo trudadan, mehnat vazirligidan Rossiyaning ichki ishlar vazirligiga o'tkaziladi. To'g'risini aytsam, men juda ham hayron bo'ldim bunday e'tirozlarni eshitib. Eslatib o'taman, Rossiyaning mehnat vazirligining asosiy vazifasi Rossiyaning iqtisodiyotini, tadbirkorlarini, umuman siyosatini shu rivojlanishga qaratilgan. Dumada o'tirayotgan deputatlar esa oddiy bir millatchi siyosatchilar desak bo'ladi. Bugun ular bor, ertaga ularning davri o'tadi, lekin mehnat vazirligi bunda ishlamaydi. Ular vaziyatni ko'rib turibdi. Bugun Rossiyaning iqtisodiyoti shu mehnat muhojirlarining xizmatlarida juda ham muhtoj. Buni tushunmayotgan deputatlarga menimcha Rossiyaning Dumasida joy bo'lish kerak emas. Keyingi yangilik AQShning Ogayo shtatidan keldi. Bu yerda 41 yasharlik o'zbekistonlik trak haydovchisi yo'l halokatiga uchragan. Natijada 21 yasharlik mahalliy aholi yigit vafot etgan. Trak haydovchisining oti Bekzod Asrarov. Afsuski, bu voqea yuz bergandan keyin u qonun doirasida belgilangan harakatlar o'rniga shu vafot etgan yigitning mashinasidan registratorlarini sug'urib olib, o'zining trakidagi bor registratorlarni ham o'chirib, halokatga sabab bo'lgan vaziyatni yo'q qilishga harakat qildi. Tergov jarayonida bu harakatlar aniqlangan va endi
shu Behzod Asrorovga nisbatan nafaqat DTPga tegishli ayblovlar qo'yilmoqda, balki shu sakritsiya prestupleniya va tergovga qarshilik ko'rsatish degan moddalar qo'yiladi. Bu vaziyatni AQShda hozir ko'pchilik muhokama qilmoqda va AQShda ham o'zining millatchilari, migrantlarga qarshi bo'lgan siyosatchilar bor. Ular shu ingliz tilini bilmaydigan chet el fuqarolarga CDL, bu degani shu traktlarni haydash uchun pravalarni bermaslikka chaqirishmoqda. Do'stlar, biz AQShga tegishli alohida kanalimizni yo'lga qo'ydik. Bu yerda biz O'zbekistonda AQShga borib ishlash uchun eng kerak bo'lgan ma'lumotlarni yuklab beryapmiz. Hozir shu yerdan kanalga silka chiqadi. O'tinglar, podpiska qilinglar va AQShga tegishli eng kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'linglar. Keyingi yangilik Stavropolskiy kraydan keldi. Bu yerda patentni olaman deb Ukrainaning harbiy kuchlarini maykasini kiyib olgan o'zbekistonlik deportatsiya bo'ldi. Принять решение о нерешении въезда в Российскую Федерацию, учитывая изложенное, оформленный патент на имя гражданина аннулирован. На основании аннулированного патента и принятого решения о нерешении въезда вам сокращен срок пребывания в Российской Федерации. Вы обязаны покинуть территорию Российской Федерации в срок до 9 июля 2026 года. Вам понятно принятое решение? Понятно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ним. Eslatib o'taman, bir oy oldin aynan shu ish bo'yicha Stavropolskiy krayini Leninskiy rayonining sudi bu O'zbekiston fuqarosiga nisbatan faqat 30 ming rubllik jarima qo'ygan edi. Unda O'zbekiston fuqarosi tushuntirib bergan, shu kiygan kiyimida shu belgilar Ukrainani harbiy kuchlariga tegishligi haqida bilmagan va Rossiyada bundan oldin qonuniy yurgan va suddan kechirim so'ragan. Natijada unga faqat 30 ming rubllik shtraf qo'yildi. Lekin bu yangilik shu millatchilarning Telegram kanallarida tarqalgandan keyin prokuratura o'z da'vosini bildirdi va mana endi birinchidan patent annuliran bo'ldi va ikkinchidan u va baland ehtimol bilan uning oila a'zolari Rossiyadan deportatsiya bo'lishadi. Odatdagi meni Stavropolskiy kraydan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Like bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga har doim harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.